Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Ajoyib iste'dod va mahoratni yashirish uchun ajoyib iste'dod va mahorat talab etiladi. Elita sinfi 2-qism. Ey, bo'ldi, yetadi. Kechir. Yoqmayaptimi? Bo'ldi. O'zing so'rading. Bu yerda basseynda tanaffus vaqtida ham odamlar guruhlarga bo'linadigan o'xshaydi. Tushunarli. Menimcha rejalarim butunlayga barbod bo'lganga o'xshaydi. Nimaga bitta o'zing o'tiribsan? Omadsiz ekanligimni tan olaman. 1-0. Shuncha narsadan keyin ular o'zlarini beg'am tutishi mumkin. Nima saningcha? Ular shunchaki bu haqida o'ylamaslikka harakat qilishyaptimi? Shunday bo'lsa kerak. Ey, bo'ldi, qisingchi. キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめど星は落ちないとやがて捕まえようこの場所 Anibla.uz birinchi uz fandab taqdim etadi. Elita sinfi. Rostdan ham mazza qilishayotganga o'xshaydi. Bassendagi mashg'ulotlar odatdagidan ertaroq boshlandi. Menimcha bu maktabda boshqacharoq bo'lsa kerak. Va hamma yuqori maktab birinchi kurslari bu yerda aftidan ozishadimi? Xuddi bog'cha bolasidek. Lekin bu uchun ularni ayblamayman. Si tizimini nazarida ular yomonlarning eng yomoni. Bu senga ham tegishli. Ha, Tizimi. xo'sh, mana qaranglar. U talabalarni real vaqtda baholaydi va ularga qiymat beradi. Qaranglar, o'zingizlar isbotladinglar. Oxirgi o'ringa loyiq ekanliginglarni va jamiyatdagi eng qoloqliginglarni. 0. Tan olish kerak. Hayron qoldim. Hech qaysi sinf birinchi oyda o'zini ballarini bunday tez yo'qotmagandi. Ustoz, unaqa ochkolarni olish uchun nima qilish kerakligini ayta olasizmi? Achchiq haqiqat bo'lsa ham sizlarga tizimni hamma ishlash sirlarini ayta olmayman. Bu har bir sinfga bo'lib berilgan sinf ballari. Bitta sinf balli uchun sinfdagi har bir o'quvchiga 100 balldan beriladi. O'quv yili boshida hamma sinfda 1000 balldan bor edi. Boshqacha qilib aytganda, sizlar hammasini yo'qotdinglar. Ano, biz yana ball to'plasak bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, siz sinfdan ko'proq ochko to'plasanglar, o'shanda ularni o'rnini egallaysizlar. Ular esa sizlarnikini. Keyingi imkoninglar, kelayotgan nazorat ishi. Natijalarga qarab, sizlar 100 ballgacha olishinglar mumkin. Aytiga 100 mi? Ha, lekin hech nimadan ko'ra yaxshi-ku. Ammo sizlarni test natijalari o'zinglarni asl turqinglarni ko'ringlar. Keyingi safar
imtihonda qoniqarsiz baho olgan o'quvchi darhol chetlatiladi. Eshitganlarimizning hammasini hisobga olib, agar nimadir ishlashni xohlayotgan bo'lsak, sinfdagi har bitta odam o'zgarishi kerak va imtihonlarda yuqori ball olishga harakat qilishi kerak. To'g'ri. Va yana bunga qo'shib, bu yuqori maktabga kirganimizda hammamiz orzu qilgan o'sha kafolatli kelajakni qo'lga kirita olishimiz uchun harakat qilishimiz kerak. C sinfini o'rnini egallashimiz kerak. Agarda sinfida qolsak, bu haqida hattoki orzu ham qila olmaymiz. Hozir Jabashira sensiga taklif qildingmi? Yo'q. O'xshab ketding. Ozgina. Ayana Koji, sen sport bilan shug'ullanasanmi? Yo'q, umuman. Faxrlanishga arzimaydi, lekin hech qanaqa to'garakka qatnashmaganman. Shunday bo'lsa ham, bilaklardagi mushaklaring. Hey, Horikita! Bizlar bilan cho'milasanmi? Yo'q, rahmat. Horikita, suzishni bilmaysanmi? Bilmayman emas, lekin zo'r suzmayman. Oldin o'rta maktabda umuman suzishni bilmas edim. Lekin ko'p shug'ullandim. O'shaning uchun muammo yo'q. Yaxshi, men ketdim. Menimcha unga yaqinlasha olmaysan. U bilan dugona bo'lmoqchi edim. Hamma mana diqqat bilan eshitishinglarni xohlayman. Balkim bugun hech qanaqa ball ola olmagandirmiz. Lekin bu muammo bizani butun o'qishimiz davomida ta'qib qiladi. Lekin biz ochko yig'masdan turib bitirishni xohlamaymiz-ku. Albatta yo'q. To'g'ri. O'shaning uchun ham keyingi testda ochko olishimizga ishonch hosil qilishimiz kerak. Nimani xohlasanglar qilinglar. Lekin menga tegmanglar. Demaydi sinfi. Birinchi sinfidan Sakayanagi va Katsuragi. Tabriklayman. Bu oyda sizlarning sinfinglar eng yuqori ochkoni qo'lga kiritdi. Faxrlanishinglar mumkin. C tizimi bilan qanchalik tanishsizlar? Qo'y, eng yaqin do'st sifatida so'rayman. Balki buni 20 mingga sotib olarsan-a? Men juda ko'p ballarim ishlatib bordim. O'sha uchun hozir pulim kamroq. Sinfdagi qizlardan ozginadan pul so'rab tura olaman deb o'ylagandim. Axir do'stmiz-ku. Tushlikka rejalaring bormi? Yo'g'i 2000. Birga tushlik qilaylik. Demoqchi edim. Rahmat. Nima? Juda ham saxiysan. Yoqimli. Ishtaha tilayman. Xo'y, Horikita. Shunaqa qimmat ovqatlar bilan mehmon qilishga ishonching komilmi? Bunga arzimayman menimcha. Ha, axir bekorga ham xohlagan narsani olishim mumkin. Demadim-ku. Juda g'alati. Nima bo'ldi, yana Koji? Yeyishim mumkin. Yo'q, hech narsa. Endi meni eshitishingni xohlayman. Xirata sinfdagi boshqa bolalar bilan o'zini strategiyasini. Ular keyingi testga birgalikda tayyorlanishmoqchi. Birgalikda? Ha, lekin eng past natijali 3 ta o'quvchi ularni oliyjanob taklifini rad etdi. Sodoma. Va yana Yamauchi va Iki. Jonarli. Ular o'qish yaxshi ko'radigan odamga o'xshashmaydi. Xo'sh, nima qilmoqchisan? To'g'risini aytsam, kimdir testdan yiqilishini hatto tasavvur ham qila olmayman. Lekin fakt bu fakt. Bizning yiqilishimiz aniq bo'lgan. Muammoli o'quvchilar bor. Juda ham shafqatsizsan. Shunchaki hozirgi holatimizni aytibman. Agar hech narsa qilmasak, yutqazishimiz muqarrar. Agarda rangda ko'tarilmoqchi bo'lsak, nafaqat ball yo'qotmasligimiz kerak, balki ularni ishlab topishimiz kerak. Sen ham guruh yaratmoqchimisan? Sodo, Iki va Yamayachiga yordam berish maqsadidami? Ha, Rostdanmi? ha, rostdan. Agar muammoni hal qilmasak, butun sinfga zarar yetkazishi mumkin. Meni sinfga tiqib qo'yishgan bo'lsa,
unda o'zim A sinfigacha ko'tarilaman. Hoy, to'xta. Nima? Hozir E sinfda deymi? Ha, C sinf emasmi? A sinf. Man rozi bo'lolmayman. D sinfga qo'shilishni qabul qilmayman. Demak, yiqilganlarni reabilitatsiya qilishdan boshlaymiz, to'g'rimi? Men nima demoqchiligimni tushunding. Bunga meni aralashtirma. Lekin sen buni yeding. Sen yegan. Bu qimmatbaho taom. Mana hisobimdan. Ekanligini unutma. Bundan tashqari, kafeda bo'lgan voqea uchun hali seni kechirmadim. Sen meni aldading. Voy g'irromchi. Qarzingni to'lamoqchi bo'lsang, unda menga yordam ber. Sana vazifang uchalasini bir joyga to'plab, men bilan shug'ullanishga ko'ndirish. Bu mana telefon raqamim va elektron pochta manzilim. Nimadir kerak bo'lsa, yozarsan. Umrimda birinchi marta yuqori maktabdagi qiz bolaning telefon raqamini qo'limda ushlab turibman. Bunaqa tarzda bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin saqlab qo'yishim kerak. Va'da bergan ekanman. Bajarishimga to'g'ri keladi. Xo'sh, unda ketdik. Yo'q, qilolmayman. Nima deding? Ish bermayapti-yu. Ularni uchalasini ham ko'ndira oladigan va ularni taniydigan kimdir kerak. Rozi bo'larmikan? Ichki telefon tarmog'i? Ha. Bir D sinfidan Koshida bilan bog'lab bera olasizmi, iltimos? Ha. O'qish masalasi yuzasidan telefon qotgandim. Ha. Allo, Salom Koshida. Bu qanaqa ovoz? Ayana Koji? Kechir, eshitibsanmi? Hammamda edim. Lekin chiqib bo'ldim. Xavotir olma. Meni hayron qoldirding. Oldin hech ham ichki tarmoqlarda gaplashmagan edim. Sana meni hayron qoldirding. Mayli qo'yavor. Senga bitta sovg'am bor. Seni yaxshilik elchisi roliga tanlashdi. Bizning sinfimiz uchun harakat qil. Haligi. Ha, tushundim. Sudo va boshqalar uchun guruhmi? Xorikitani g'oyasi? Agar do'sting kulfatda bo'lsa, albatta yordam berish kerak. Shunga yordam beraman. Majburiyatlaring yo'q. Tushundim. Yiqilgan o'quvchilarni hammasini haydash shafqatsizlik. Endigina do'stlashgan. Odamlar bilan xayrlashish g'alati emasmi? Evaziga bitta narsa so'ramoqchi edim. Men ham sizlarni guruhingizga qo'shilmoqchiman. Bor yo'g'i shumi? Ha. Hamma bilan birga o'qish qiziqarli bo'ladi. Ha, bilaman. Senga o'zimmi, raqamimni beraman. Ayana Koji. Aniqmi? Ha. Axir bitta sinfda o'qiymiz-ayu. Kechir, oldinroq berish xayolimga ham kelmabdi. Xohlagan payting qo'ng'iroq qilur, xo'pmi? Koshidani raqami. Yamayachi va ikki rozi bo'lishdi. Yaxshi ishlayapsan Koshida. Yuboraman. Horikita Suzuni. Allo? Yo'q. Horikita mani eshit. Horikita, seni tushunmayman deganing nimasi? Hammasini tushunarli qilib yozdim-ku. Xursand emasmisan? Uchalasi ham guruh mashg'ulotiga kelishga rozi bo'lishdi-yu. Hattoki Sodo ham. Va yana hammasi Koshida sababli bo'ldi. Sizda bitta yangi xabar. Ochamiz. Hattoki yuborishga ham ulgura olmadim. Tushunarli. Shunaqa dedimi? Koshida, kattakon rahmat. Lekin afsusdaman. Mayli. Shunchaki hammasini menga qo'yib ber.
Men qoniqarsizmanmi? Ha. Hattoki oddiy tinglamalar sistemasini yecholmaysan. Bunaqa biliming bilan uzoqqa borishingga ko'zim yetmaydi. Sudo! Kimga kerak bu jinnicha tinglamalar? O'qishdan baribir foyda yo'q. Agar muvaffaqiyatli bo'lishini xohlasam, yaxshisi basketbol bilan shug'ullanganim yaxshi. Yo nima, bu yerda kitob tikilib o'tiraymi? Ha. Yosh bola. Professional o'yinchi bo'lmoqchimisan? Hayot senga bu orzuni shundoq berib qo'yadi deb o'ylaysanmi? Tushuntirishlarni eshitishga sabri yetmaydigan odam hech qachon professional bo'la olmaydi. Shuni deb mashg'ulotlarni o'tkazib vaqtimni bekorga ketkazdim. Men ham ketaman. Balkim Horikita aqllidir, lekin menga osmondan pastga qaraydiganlar bilan shug'ullana olmayman. To'g'ri. Haydalishni xohlasanglar, bilganlaringni qilinglar. Buni men senga qoldirgandim va mana natijasi. Ko'shida. Horikita. Bunaqada hech kim sen bilan shug'ullanmaydi. Ha, hammasini tushunib turibman. Ularga yordam bera olaman deb o'ylashim ahmoqligida. Aytmoqchimanki, ortiqcha yuk ushlab turishdan foyda yo'q, faqat zarar. Ha. Tushunarli. Men nimadir o'ylab topaman. Aniq o'ylab topaman. Hozircha bu bolalar bilan xayrlashishga tayyor emasman. Ularga yordam bermoqchiman. O'ylashimcha, sen ham ularga yordam bermoqchisan-a? Ularga yordam bermoqchi bo'lsang, men qarshi emasman. Lekin o'zi bu yerga nimaga kelding? Atayin halal berish uchun keldingmi? Nima deb bo'lsin? Seni tushunmayapman. Qanaqa qilib bunaqa yomon gaplarni bemalol gapira olasan-a? Sendan kutmagan edim. Borib nimadir sotib ola qolaman. Suzune, seni bu uchrataman deb o'ylamagandim. Aka, men oldingidek emasman. Sizga yetib olish uchun keldim. Horikita. Va kim? Aka? Demak, yetib olish uchun. Haliyam o'zingni kamchiliklaringni tushunmaganga o'xshaysan. Bu maktabga kelishing kerak emas edi. Tez orada A sinfiga ko'tarilaman. O'shanda men qila olaman. Qanchalik kalta fahmsan? Talabalar kengashi prezidenti. Mani sinimda sinfga tushdi. Bu sharmandalikka chidashga majburman. Tezda bu maktabdan yo'qol. Aka, men Bundan ortig'ini orzu qilishga hatto haqqing ham yo'q. Aqling kirdimi? ayni koji. Qo'ysan. Nimaga uni o'zi uryapsan? Qo'y vor uni. To'xta. Ayni koji. Hech qachon uni bunaqa ovozini eshitmaganman. Juda ham yaqin. Yomonmas. Nimadir bilan shug'ullanasanmi? Pianino va kalligraf. Ha, shunaqami? Kirish imtihonidan hamma fandan 50 balldan to'plagan bola haqida eshitdim. Yaqinda bo'lgan Tesla'dan ham 50 balldan olding. 100 ni teng yarim 50. Ataylab qildingmi? Nima ham derdim? Aql bovar qilmas tasodif. Noyob odamga o'xshaysan. So'zini do'st orttirganingdan ta'sirlanib ketdim. Yo'q. U meni do'stim emas. Shunchaki sinfdoshim. Har doimgidek mustaqillik va izolyatsiyani chalkashtirasan. So'zini maqsadingga yetmoqchi bo'lsang, oldingidan ko'proq harakat qil.
Mani hayron qoldirding. Umuman olganda, seni ko'rib ancha hayron qoldim. O'zi nimaga unaqa bo'ldi gapirmadim, unut. Sen ajoyibsan. Pianino va choy tadbirlari bilan shug'ullanganman. Kalligrafiya deganding-ku. Ha, kalligrafiya bilan ham. Sen imtihonda ataylab 50 ball olganing rostmi? Aytdim-ku, bu shunchaki tasodif. Sani umuman tushunmayman. Xo'sh, ana quliga yordam bermoqchi emasmisan? Ha, bu omadsizlar. Bekorga vaqtimni ketkazishini tushundim. Bundan hech qanday foyda yo'q. Unaqada ularni chetlatishadi. Boshqalarga nima bo'lishi menga qiziq emas. Qaytanga yaxshi, faqatgina qobiliyatlilar qoladi. Ular ketsa, sinfimiz yuki ancha yengillashadi. Bu shunchaki ajoyib. Bu fikrlashing noto'g'ri deb o'ylamaysanmi? Sani kamchiliging hammani faqatgina ortiqcha yuk deb hisoblaysan va shuning uchun odamlarni o'zingdan uzoqlashtirasan. Shunaqa fikrlab hammaga tepadan pastga qarashing. D sinfga tushishingga sababchi emasmikan? Man Xullas, va nihoyat o'sha kun keldi. Matematika, grammatika va ingliz tili. Biz hammamiz butun boshli D sinfi. D sinfning har bir o'quvchisi grammatika, matematika, kimyo va huquq, yana ingliz tili va boshqa fanlardan yuqori ballarni qo'lga kiritdik. Play Marketiga Anibla ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Anibla studiyasi.